mana 80 yoshingizda farzandli bo'libsiz a? Albatta ismini ham 80voy qo'yganman. O'limga atab, jo'ralariga atab mana shu to'yiga Amazon o'rmonlaridan King Kongni chaqirganman. Demak, davramiz markaziga King Kongni taklif etamiz. Gulras qarsaginglar. 48 gradus issiqda atalan chiqib qolmasa bo'ldi. Bu hali hammasi emas, to'y bolamizning otasida yana sovg'alari bor ekan. O'limi jo'ralariga oyishidan Poppy Pop olib keldi. Poppy Pop rostdan zo'r ekan, a? Mazaligini qara, 7 yoshdan 70 yoshgacha ketaveradi. Alo. Ali aka, boyvachchadan suvchilik keldi. Tezroq harakat qilmasangiz uydagilar rozilik berib yuborishadi. Hozir yetib boraman. Ano maymun qayga ketdi? Pulini ham bermodim. Ha, bo'pti, yuringlar Poppy Pop yeymiz. Kinoni ham oshirib yuboradi-da. Maymun ot minib olgan. Qizingizni o'zingiz katta qilgan ekansiz. Chaqirsangiz bir ko'rsam. Ha, mayli. Qizim, choy olib kel. Xullas shu maymuni yaxshi ko'rasanmi? Maymun emas, ichidagi bolani. Ey, kiyimidan bilding nima ish qilishini. Ama attiri ko'rsak bo'ladimi buni? Chiqaraman buni. Mana onun ichida 50 gradusli issiqqa chidayman, lekin mana ukang orqadagi havo beradigan demaxotga gaz berib yotibdi. No'xat yedingmi? Tur yo'qol qo'ygan. Uyda yolg'izmisan? Yolg'izlik insonni quritadi. Motivatsiyani nerdan olasan? Appang nereden olaman? Ota-onang qayerda? Ota-ona qalbda bo'ladi, u suytoy bo'ladi. Pullar nerda turibdi? Pulni nerdaligini bilmayman, pul meni nerdaligini biladi. Pul baxt olib keladimi? Pulni to'g'ri taqsimlash baxt olib keladi. 7 kara 8. Keyingisi, Yosh bola ekansan, ha? lekin meniki katta. Orzularim. Yaxshi raqamda chiqarib qol. Amaki, to'g'rimi hozir shu ishinglar? Sekadini. Birovni pulini o'g'irlab, bolalaringga harom luqma yedirasizlarmi? No'shatish kerak. Nos chakish kerak deydimi? Nima deydi? To'g'ri gapi. Nima qilish kerak deyapti? Ana agarodda o't to'lib yotibdi. Shuni yulinglar, men sizlarga naqd sanab beraman. Davay. Ichasonlaradi, bilmaysan. Qizim bor ekan, uyda hech kim yo'qmi? Ya uyda hech kim yo'qsan, kashi ichyapsanmi, onangni yemayapsanmi? Bularkim? Ha, bular madikorlar, ishlagani kelgan. Ishlanglar-da, sal toza qilinglar. Ishlatacak buni janob kirib. İşletecek değil mi? Nimce pes ödemesi yiyecek. No. Noto'g'ri tushmanglar, qo'shnim bu nonga kelganda. Qizim bor ekan, rahmat. Mayli, och bo'lsin. Sana opam, no deydi. Men erga ot butini yig'ishda pullar qayerda? Bu yerda. Yalla guruhida chiqqanmisiz siz? Tashakkur aka. Siz menga nom beruvdingiz-ku, men sizga lala ko'p keldim. Odamdan yaxshilikka qaytadi. Bo'pti, rahmat. O'sha yoqqa tashab ket. Lala kuzurda, namlikni saqlaydi, allergiya chaqiradi. Qisqar! Pul nerda pul? Dada. Dedangmasman men sening. Oyi. Yo'qole. To'g'risini aytsam, dadam bilan oyim meni tashlab ketishgan. Yetimxonaga. O'shandan beri ularning yuzini ko'rmaganman. Shunga siz dada, sizni oyi desam bo'ladimi? Bo'ladi. Dada. Ha, bolam. Oyi. Yo'q. Ayt yetimi. Ayting, oyi. Nima bolam? Sut ichaman. Bormi senda shu? Sut deyapti bu garang. Sut mendan nima qiladi? Ha, o'sha nonni ishlatasan endi. Hey, zaharni qo'shaman, bolani o'ldiramiz, pul olamiz, ketamiz, bo'ldi. Havo shunday. Olib ketdik da. Men bolajon suting tayyor. Men mol sutini ichmayman. Yo, onangni sutini ichasanmi? Ha, ichaman. Ben bolajon bitta ichib ko'rish. Unaqa shirin mazasi, voy, buni qarab. Ne oldu? Apang öldü. Öldü apang. Ey apangni
Ker! Shu payt oldiginamdan chiqsa, yotganda yalpayib, bo'yniginang uzilsin, qo'lginam uzilib tushay dedi buni azobladan. Nimaga o'tiribsan? Imtihonga tayyorgarlik ko'ryapman. Shu kitobning hurmati senga indamayman. Agar boshqa narsa qilib o'tirganingda og'zi burningni qon qilib tashardim sen bolani. Kimdan alamim o'sam ekan, otang qani? Dadasi! Zeboni qizi yana ikkita bolasi bilan qaytib kelib o'tiribdi. Yana nega pichillab gaplashyapmiz? O'g'lim o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti. O'g'lim o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti. Nima? Nima? Ya quloqlaring garangmi sizlarni? O'g'lim o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti dedim, Ay, baqir chaqir qilurmansa, kallang kirmayapti. Turinglar ketinglar-da, sizlarni men o'g'lim to'poy bo'lib qolmasin. Bir dilda yurakdagi Mol oshdan o'ylaydi o'tiribdi. Buni o'tirishini qara. Nima qilyapsan? mental metga o'rganyapman. O'rganyapsanmi chiqilib? 9 qo'shuv, hisoblab tesiz. 46 qo'shuv, 99. Necha bo'ldi? Necha bo'lgan bilmayman. Endi o'rganyapman. Nega bunaqa qilganlarni o'rgandimda? O'rgan. Shu ishlarni otang qilsa ham bo'lardi-ku. Dadasi! Kansini tashqari o'rnatilgan haniga, televizor ichkariga. Hoy olim bolam, nimani planini tuzyapsiz? Shumi uyga yetib o'xshab kirsam, televizor, kansini ashlar joyini ko'rib chiqyapman-da. Qanaqa? Shu kunduz tanga o'qaqalar, ishonch do'konlar dahshatligi beryapti, imkoniyat beryapti. 5 million so'mgacha bo'lgan mahsulotlar muddat to'liq olsa bo'ladi. Telefonmi, smartfonmi, xullas talabadan kerak bo'lgan hamma narsani olsa bo'ladi. Shartlari oddiygina talabalik guvohnomasi bilan pasport bilan borsa bo'ldi, shuni beraveradi. Qulay narxlarda olsa bo'ladi. Smartfonmi, bu telefonmi, undan tashqari trading xizmatlari ham bor, aya. Voy, qanday yaxshi. Shu qariganimda konsertxonada muzdekkinada o'tiramanmi deb orzu qiluvdim. Yasha bolam, o'qi. Men bir qo'shnilarga maqtanib kelay. Student bolam kelsa, hammalaring kulib kutib olinglar, xo'pmi? Sizlar ham student bo'laman desanglar, qo'llaringdan kitob tushmasin. Akalaringning yo'lini bersin sizlarga. Voy, mana student bolam keldi. Voy, qarsak. Voy, aylanay. Nechi bal olding? 3. 300 deydimi? Yo, aya 3 bal. 3? Voy, sharmanda. Ana Xitoyda zilzila 8 balli bo'lyapti. Bo'yniginang uzurgur. Odamlar bir haftada 12 bal ishtirok beryapti. Sen nimaga ucha olasan? Bu yoqqa endi qayerga qochasan? Dadasi! Hey! Pastroq gaplashlaring, bugun dam olish kunim mana. Bo'ldi, anaqa boshqa qaytarilmaydi, xo'p. Hey, uxlashga qo'yasanlarmi yo'q, ha? Ezma chol bormi? Anaqa pastga tushimdi, gap bor. Keling anaqa, men sizni Romix kompaniyasiga olib keldim. Bu yoqda sifatli eshik va romlarni ishlab chiqarishadi. Men sizga mana shu eshik romlardan bitta qo'yib beraman. Uyingizda bomba portlaydimi, otishmalar bo'ladimi, maza qilib tinchgina o'tirasiz. Ham issiq, sovug'i ham ushiydi, tushunyapsizmi? 2 yil garantiya, 3 yillik servis xizmati ham bor. Men sizga olib bersam, nima deysiz? Gap yo'q, davay. Qo'yamizmi? Ha. Ketdi. Turdingizmi amaqa? Uzr, sen gapiramiz. Sen gapirni dedimi? Unaqa bo'lmaydi. Bomba esasan bo'lmaydi. Yechmalik mana. Bir kun kutib o'zi ham zo'rg'a tutdim. Ha. Nima qilgan o'g'il? Nima bo'lib qoldi? Nima muammo kerak? Bir aytishganmi, nima urib tashladinglar? Bakrashga terib ketyapmiz. Nima biz oldimizga chiqdi birashga? Nima hoqi? Nima siz hammani sotib olgan odamsiz? Voy, nima? Nima sotib olgan joyimsiz? Xodimni sotib olgan joyimi? Bir aytishganmi, nima Men urdinglar? ketaman. Foqomatmi? Nima bizning yo'limizga chiqadi birashga? Kim bu birashga mana yo'limga chiqadi? O'kam bir payt siz akib qopdilar, asabiylashmang o'g'il. Men asabim durustda hech kimni tanimayman. Mana nima ma'nosini bilasizmi? Bilmayman nima bo'ligini. Bekordan bekor 15 sutkada yo'q. Nima qilasiz? Qo'lingizga tashlayman, sizga yomon gapirmadim. Nima? Nima deysiz o'g'il? Nima bakrashgan o'g'lim ukamga sakrab ketyapti, ukang. Bu qaysi qonunga bu bunaqa narsa? Bittaman gapirib qo'y ukangga. Shundoq bitta qarab.
Ukam xafa bo'lma deb qo'ying. Bitta uchunmasin, okey? Nima u kim u menga u? Ha, o'zingizdan o'zingiz dang'illatib bersangiz, okey? Buni ustiga mana to'pponchani qatam. Qo'lingizga menga sakramang. U sakra. Yurtsan hozir. Ha, onasini emsa mayli deb turibdilar-da. Uni mujrimisi kim? Ha, shundoq buriling-da, okey? Ukam gapi yo'q deb qo'ysangiz bo'ldi, okey? Asabni buzish shu oqibati. Hayda. Okey, bir minut. Asabiylashmang, okey? Nimaga og'rib ketyapman maskelimni? Asabiylashmang, okey? Asabiylashmang. Nimaga maskelimni olib qo'chyapsiz? Zakif qo'yadi, okey? Men hech kimdan qo'rqmayman. Mana nimaligini bilasizmi, okey? Pak deydi, okey, bittada tovon bo'lasiz. Mana nimaligini ko'ryapsizmi? Ha. Baglashgani uchirib ketayotgan bo'lgansizlar. Uchirmaylar desa, okey, urgansizlar. Endi jiyanimni urib olibdi. Kimga to'ppocha urib tashlashim jekayni? Yo'qa bo'lmaydi erkak. Uli agar bitta gapingizga tushunganim yo'q, men bilan tashlab oling, uyat bo'ladi. Tashlayman. Uyat bo'ladi, okey? Nima? Bu bilan nima qilasiz, okey? Voy. Hozir o'zingni bosib ketadi, o'zingni mashinang. Opa. Hayda. Buni. Nima deysiz, okey? O'ylanglar, to'y jangi o'yini o'ramiz, okey? Qo'ying, okey, ham beshop qo'ying. Lekin yosh bolani qaytib urmanglar, okey? Telegram postga kirib, sara match bot deb yozadigan bo'lsanglar, 600 mingtadan oshgan shulagachilik botimiz chiqib keladi. Bunga kirib rasmiylar bilan lokatsiyalarni tashlaysiz, sizlarga yaqin atrofda turgan chiroyli qizlarni chiqarib beradi. Olma videoga. Sizni nima qilaman, o'g'lim, okey? Charchamang, okey? Olma videoga. 2 yurib yaxshi yetib olinglar, okey? Olma videoga ketdi. Bo'ldi, okey, yaxshi yetib oling.